Yillar davomida har bir og'riq uchun dorixonaga yugurdim. Bosh og'risa tabletka, oshqozon bezovta qilsa boshqa dori, tana toliqsa, emirish pasaysa yana kimyoviy moddalar. Ammo o'ylab ko'rdim, har safar vaqtincha yengillik beradi, lekin aslida organizmni zaiflashtirayotgan kim? Shu dorilarning o'zi. Har kuni tanamga kimyoviy modda solib sog'lom bo'lishni kutish bu o'zimizni aldaganimiz ekan. Birini ichsam boshqa zarar qiladi. O'sha paytda hayotimda ersog' bilan tanishdim. Tabiiy o'simlik asosidagi mahsulotlar, kimyoviy emas, tabiatdan yaralgan. Men endi kimyoviy dorilarni chetga surib, bular endi mening yo'lim emas. O'rniga tanamni, sog'ligimni, hayotimni tabiat qo'liga topshirdim. Ersog' menga faqat mahsulot emas, ishonch berdi. Endi bilaman, tabiiy yo'l eng to'g'ri yo'l. Sun'iy narsalarga ishonib o'tirishdan ko'ra, tabiatga qaytish va o'zingni asl holingga parvarish qilish eng katta inom.